Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. O'nlab kitoblar muallifi, huquqshunos, yuridik fanlari doktori, dotsent Komil Sindarov 1960-yilning 27-noyabrida Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanida tug'ilgan. O'zining ilk faoliyatini Samarqand davlat universitetining fuqarolik huquqi fanlari kafedrasi o'qituvchiligidan boshlagan. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy Kengashi huzuridagi Sudyalar Oliy maktabi direktori o'rinbosari lavozimida faoliyat olib bormoqda. Aziz kitobxonlar, sizning e'tiboringizga Komil Sindarov qalamiga mansub Tungi qotillik asarini havola etamiz. Asar qahramonlari Sanjarbek va Faxriddin o'z ishiga vijdonan yondashadigan, ko'ngliga qarab ish tutadigan tergovchilardir. Lekin sezimlarga tayanib ish tutib bo'lmaydi. Dalil, isbot bilan ish qilish lozim. Surishtiruv jarayonida jinoyat ishi battar chigallashib boradi. Natijada tergovchilarning ishi ham murakkablashib ketadi. Har kim aybdor bo'lishi mumkin, biroq haqiqiy jinoyatchini topish shart. Kitobxon asar mutolaasi davomida yechimning tezroq yakun topishini qanchalik istamasin, vaziyat chigallashib ketaveradi. Bu esa o'quvchining jinoyatchini topishga bo'lgan qiziqishini yanada orttirib boradi.